Bugun jamiyatimizda insonlar o'rtasidagi oilaviy munosabatlarda kelishmovchiliklar faqat er-xotin bilan bog'liq emas, balki o'g'illar, ota va bola, aka va uka o'rtasida ham juda ham katta yopiq janglar bo'lib boradi. Bunga sabab yoshlikda ota-ona o'g'illarni bir-biri bilan solishtirgani bo'lishi mumkin. Sen qilolmayapsan, bu quvvatni sen qilolmayapsan, qo'lingdan kelmayapti, aking qahramon, aking zo'r. Marhamat, ukalarda doimiy выгорание, o'ziga nisbatan ko'ngli to'lmaslik, boshqalarga nisbatan nafrat, isbotlash, men ustunman, menga qaranglar, ko'rib cho'ylar tan olinglar. Bu sovuq urush hech qachon tugamaydi. Qachonki siz akangiz emasligingizni, dadangiz emasligingizni, sizni o'zingizga xos individual xususiyatlaringiz boshqa, qobiliyatingiz, iqtidoringiz, hissiyotingiz, qarashlaringiz boshqa, ularniki boshqa. Ularni namuna qilib tikib olgan teri qobig'ingizga siz tushib ololmaysiz. Ularni terisi boshqa, sizni teriz boshqa. Kiygan bilan kovushini qilolmaysiz, yurishini. It's a normally. Buni dahshatli joyi yo'q. Siz akangiz yo dadangizga o'xshamayapsiz degani, siz omadsiz, siz yomon insonsiz, harakat qilmayapsiz degani emas. Xotirjam bo'ling, nafas oling, o'zingizni va atrofdagilaringizni rolini to'g'ri qabul qiling.